Apetiti yo'g'im, meva olib keldim senga. Onam bitta daraxt bir xil meva beraydi-ku. To'y etguncha bu daraxtlaring xohlagan libboy mevangni beradi. Aka, bir shikolat yo'qmi? Tamojni ushlab qoldi-ku. Shirin, shikolat olib keldim. Hormanglar yigitlar. Chiroq pog osilib qoldi-yu. Shirin. Telefon olib keldim senga. Kalta kalxat. Dushman chegarada. Qabul. Telefon olib keldim. Agar Shirin telefon ishlatsin desangiz, ikkita telefon olib kelasiz. Sen befarosatan. İşte. Bitta uchrashuvga 3 ta telefon so'rayapti. Mahriya gerek so'raydi yo'q. Ayol kishining lotereyasiga 2 marta yutuq chiqadi atiga. Birinchisi uchrashuvga chiqqanda, ikkinchisi raddomdaligida. 3 kundan beri suv qo'shaman ko'pirmaydi bu. Qolmaganda? Kraska bilan shampun zakaz qilaylik ertaga to'y. Hozir magazindan olib chiqaman. To'xta, tekin dasturchiga ayt. Ipni ulayman, vertolyotga shunday urib tashlaydi. Hey, mazakasi. Ikkitami? 2 korobka. Akring qani? Kraskan udarki bu. Yaxsini bering degandim, shuni berib yuborishdi. Onani shu iklerdan bo'yasangiz, sochlaringiz gapiraveradi. Mana shu shampunga boshini yuvsang bo'ladi lekin. Sochni bo'yab to'yga jil qilib bizga boja topib keling-da. Ona, bu oppoq sochlaringiz to'liq yopadi va ancha vaqt turadi. Keyingi to'yga yana bir partiya jo'natasizda. Bo'l, tamom. Shiringa farq etmas, rasot kerak ekan-ku. Erta uchrashuvga chiqadimi endi? Uchrashuvga bormaydi. Uylanib bo'lay, o'zim bilaman. Bugun Shukrona kunimidi. Qizimni jo'natasizmi dedim. Endi 3 yil bo'lib borgan ekan. Vaqtiga qiynagandan keyin ana shunaqa bo'ladi. Mana o'yinchi devona chiqilla. Ey, yashang. Mana. Dazmol qilish bilmaylar-ku bu kishi. Voy, nimaga yangangning ishidan kamchilik topurasan? Qaynonang mushuk bo'lsam zo'r tamachak. Men o'zim chotga mana dazmol qildim. Ey, orqang bervalni to'nilib qopdi-yu. Oldinlari ovqatga go'sht so'nmaydi, hozir soch solibsizlar deyman-a. Mana kim deyman-da. Kelin bechora, senga ovqat qilib beraman deb sochini kalga olsinmi? Sigirni bolasiga 1 gram soch qoldirmasdan sog'ib keldim. Ey, yashang kelin, baraka toping. Sal ayniganday istek. Yur bu yoqqa. Ana sigir, ana sen. Og'zingga sveji sog'ib ich. Ey bola, yegan ovqating idishini yuvdingmi? Falon pulga to'y qilib olib keling, yuvala, Mani g'iybatim qilmayapsizmi ish qilib? Bitta o'zim o'tiribman-ku. Balki ichingizda g'iybat qilayotgandirsiz. Battar bo'l. Oyog'i sindirib xursand bo'lyapsizmi? Siz Bo'ydoqbek emas ekansiz, siz Zaynobiddin ekansiz. Yashang keling, yashang. Ovqat nima tuzi past? Men ovqat qilishni bilmayman. Nolalarim xudoga yetib bordi-ku. O'zi ko'p tuzli yeb ham bo'lmaydi, uni ko'zga zarari bor. O sigirni sog'. Men sog'ishni bilmayman, qo'rqaman. Qarab tur, o'zim sog'aman bo'lmasa. Hey aka, sizga ham qiyin. Oha, qo'rmang. Hamma ish yuzingizga qopti-da, chala mujik. Ona, Hayda yursa. Betayin, tog'arami teshding. o'zingiz otdingiz-ku. Kechgan qo'llan onam yana urala. Yoningda biz ham kiramiz, bizdan uyalib urmasalar kerak. O'zlaringcha Superman bo'lasanlar? Sen ne urmading? Menga zakasnoy tayyor bo'lyapti. Bo'ydoqbegu. Ana aytdim-ku. Labay onajon. Jonim bolam, ke. Men otang kelmayapti. Otam kelmasalar meni urasizmi? Bo'ray bo'lmasa. Ona kelmadi-ku uchrashuvga. Sen o'tirasanmi yo'qmi? Ha, kelakda sabr qil. Baxtli bo'ling. Bo'ladi kelin. Turibdi bu yerda. Ha? Choy damlab kelay. Ona nima bo'rillatib so'kmadingiz? Mana kelinni oldi, yo'q obringni ham tushirmay dedim. Naqsang bo'lasanmi? Voy, shunda is bo'lib ketibdi. Ana shu qo'lim yetmayapti-da. Shunda o'zing olib bergin. Bering, ol. Kelin, siz ovqat qiling. Xo'p, mayli. Yo, uylan birinchi yig'ishtirsin. Uylan yig'ishtir davay. Yo, nimaga asabim o'ynab men? Ha? Ana oshxonani bilan to'g'rilab qo'ysang bo'lar-ku. Ha, yo, birinchi parketlarni qilib olay. Ana shu kaltaga senga lol qilyapti. Mana uni ishlab berasan. Mana ishtoning tushib ketmaydi. Triko bilan remin taqmaydi-ku. Mayli kelinjon, uydagilaringizga salom ayting. Xo'p.
kelin? Ko'chada yomg'ir ekan, qaytdim. Xudoga shukr. Xotin kelib kaltakdan qutuldim. Voy akam. Nima qo'rqasan? Akang gaylarning kattasi. Yesicha telefon qilamiz, ye. Yo'l patrul inspektor patrulga ochib, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, komandir, yaxshimisiz? Hurmatli xodim, hujjatni taqdim qiling. Hech narsa qilganim yo'q, komandir. Qilsa qo'yib kelyapsiz-ku. Komandir, bir safar kechiring, bitta telefon qilib bermaylik endi. Qonun himoya uchun borami? Bir minut to'xtab turing. Og'ayni gayga tushdim, sani gay tanishing bormi? Qizimni akasi ham gay, просто iltimos qilgim kelmayapti-da. Aka. Komandir, tanishlar bor, просто ko'tarmayapti-da. Ko'tarmayotgan bo'lsa zo'r yo'li bor bitta. Nima? Bitta dars bering. Komandir, hozir yordam qiling. Keliningizning akasi gaylarning kattasi. To'ydan keyin aytaman, sizga ancha yordam qiladi. Iltimos ukajon hujjatni bering. Shunda o'zim yordam beramanmi? Jarima maydonchasiga tiqib qo'yadi. Nima bo'ldi hujjatlar? Telefoning bir akaga qilaylik. Alo? Kuyov bola, to'yni qilib beraymi, jarimani to'laymi? Me miro y la miré. Assalomu alaykum barchaga. Aziz video yo'qotganimizda xursandmiz. Like bosinglar, kommentariyaga o'z izohlaringizni bildiringlar. Eng muhim obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga maroqli xordiq. Va bo'rsig'lar. Aka. Ovqat qildilaringmi? Onam qilganlar-ku. Qozonga qarang. Hozir o'g'lim qilyapti. Ona, o'zingga nima qilamiz? Singillarning ovqat qilgandir, qarachi qozonga. Nima qilamiz o'zingga? Aka, hozir qo'shni uyga Ramazon aytamiz. Aqut-paqut berar. Qo'shnilar pul berdi. Doim aqut qilmabdi. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Bular ham ovqat qilmabdi-ku. Qo'shni davlida bo'libdi. Papalamga ham shuna o'ynanglar, mana buni o'ynash kerak. Ona, telefon yosh bola uchun zarar. Xotira suyadi, aql rivojlanmaydi. Tormoz bo'lib qoladi ona. O'zingga o'xshatganda unda. Bu degin bola, bu degin. Yo'q, ammam nejni, krashiy, mili, o'zing o'qib bejiyan. Garang bu qanday aytsin? O'zing zo'rg'a aytyapsan. Voy. Telefon bermanglar bunga. Ol zapkasingga o'zing qarab bo'lmasa. Ishga ketyapman-da. Ona yana telefon beryapsizlarmi? O'zing tualetga ham telefon bilan kirasan-ku? Telefonsizdan o'ynatsa bo'ladi shu bolani. Shular bolang. Kattas biz bozorga bormoqchi edik. Ketib kelin. Yaxshi bo'linglar. Bu tomchilab sug'orish ishlar boshlandi. Ana. Gorvada kanali qayerga qarayapti? Buni jo'mragi qani buni? 1 kilo olaylik shundan. Telefon beraymi? Yo'q, telefon vaqti kerak emas. Mana xolos to'rim. Ha o'g'lim, uyga nima bor edik? Bir kamas telefon olib keling. Ana romantikachani qarang, isqirtirligini. Umringni gullagan davri paskuda bilan o'tdi. Endi ana paskuda bilan o'tmasin. Sen mani dardim. Voy seni deb qirjilga qaradim. Atkray berib eskulisha. Yetti onacha. Bu farangizga ko'nglini biling qani? Buyla hozir. Buydoqbekka nima deysan? Yo'qotsin. To'g'ri qilasan. Sudda shashlikcha yeyman deyapti. Bo'ldimi? O'zini bir suyib ko'rayda. Nima yeysiz? Boylar nima edi? Qizil ikra. Qizil ikra deyapti. Indamay oqsiyakda bular. Uni suyagini najda qilsa oqib chiqmaydi-ku. Endi 4 ta shashlikni klient shotiga uramiz. Voy, klient bilsa shoting chiqaradi seni. Shunimi qizil ikrangiz? Fu! Chumoligingga borasan-da, buni unday qilmaydi. Mana bunday qilib, nonga botirib, shuvab. Ana yeysiz shu ikrani. Ovqatga so'lib ketaman-ku. Sen aytmasang ham bildim shuni. Sen sigirchang zo'rda. Mana bitta chumochalardan bittasini sigircha qilib olishim kerak. Vino-ku bu. Qo'yib qo'y. Ishdan keyinchamiz. Bu nima edi? Yaxta choy ekanmi? Voy, nima ekan u? Choymi? Choy emas, lekin zo'r narsa ekanda. Qani? Hammasi o'tadi ketadi.
Lan idishlar yuvinglar, ketamiz ey. Marshalla. Men isitib kelay shuni. Qanaqa isitish? Yarim soat, 1 soat vaqt ketadi isitishga. Sovuq yesang ham o'lmaysan. Ol. Molni yemini avval isitib, keyin ber. Molni oshqozoni og'rib qoladi-ku. Mo'lliki o'g'raydi, bizniki. Bo'ldi, dada men yemayman. Menga bitta ovqat olib kel. Mana ukangnikini ye. Yo'q, undan qolgan men yeymanmi? Begona emas-ku, o'zingning ukang-ku. Birovni emas. O'zing ukangni suvi. Ichmaykan suv. Mol ahmoq emas, boshqa moldan qolganini ichsa. Men hozir ukamnikini yedim-ku men. Dada, men ketdim. Qayerga ketyapsan? Choponim kiyib kelay, sovuq edi. Bana eshiklarga klon ko'rib tashla. Mancha sovuq. Ol, buni qil. Ana sovqatyapti. Mana da keldi. Ana o qiz bilan uchrashdingmi? Men uni bilmasam, onasi kim, otasi kim, 7 urug' qanaqa. Surishtirib nimasini surishtirasan? Ot kutsang, eshak bo'lib chiqadi. Eshak kutsang, ot bo'lib chiqishi mumkin. Tezlat, unaqa surishtirma ko'p. Qayga olib boryapsan sigirni? Bu o'kizga. Kimni buqasi? Ha? Duch kelgan buqaga alay qilavermaydi buni. Avval zotini surishtirib buqani. Bo'lmasa o'zingiz bitta buqa topib, javobini berib, nonamsin deb keling.